Buyraklar. Inson tanasining eng qadrlanmagan a'zolari. Bu jajji, loviyasimon filtrlar belning chuqur qismida joylashgan bo'lib, hayot uchun muhim bo'lgan kimyoviy muvozanatni saqlaydi. Har daqiqada bu jim ishchilar 1 litrga yaqin qonni tozalab, zaharli moddalar va ortiqcha suyuqliklarni chiqarib tashlaydi. Ularning aniqligi har qanday murakkab texnologiyadan ustun. Har bir buyrak ichida millionlab nefronlar bor. Ular qonni filtrlab, tanaga kerakli moddalarni qaytaradi. Buyraklar nafaqat filtr, balki himoyachidir. Ular qon bosimini nazorat qiladi va qon tomirlarini boshqaruvchi gormonlarni ishlab chiqaradi. Busiz yurak to'g'ri ishlay olmaydi. Shuningdek, ular qon ishlab chiqarishga buyruq beradi. Stress yoki qo'rquvda ular suvni tejaydi. Tinchlanganda esa chiqarib yuboradi. Doimiy o'zgarishlar ichida buyraklar tanamizdagi tartib va muvozanatning haqiqiy posbonlaridir.